Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. O'tgan safar tegamiz Samsung bo'lgan. Samsungga video chiqarganimizda ko'pchilik iPhone'ga ham chiqaring deyishdi. Xo'p. iPhone modellari ham bor. Bizda xususan bu. To endi kichkina modellar ham bor. Yaxshi olishga arziydigan 11 dan yo cheklanmagan 16 Max gacha ham даже sotamiz. Xo'p. Nima aytmoqchiman sizga? Narxlari 11 ga kelsak, holat ideal. Jihat almashmagan, yo'qlari yaxshi. Ya'ni hamma narsasi o'ziniki, remont bo'lmagan. Do'konimizdan kafolat bilan xohlasangiz naqdga, xohlasangiz muddatli to'lovga sotasiz bo'ladi. Muddatli to'lov bosh to'lov bilan pasport kerak bo'ladi. Rasmiy ish joyi shart emas, plastik kerak emas. Hop, propiska so'ralmaydi. Ili yana bitta narsa, ko'pchilik o'sha viloyatdagi insonlar uchun dastavkamiz bor degani, bu degani naqd savdoga olsanglar, bu telefonni sizga dastavka qilib bera olaman. Lekin agar muddatli to'lovga olmoqchi bo'lsangiz, uning uchun kelishingiz kerak. Siz pasportingizga registratsiya qilamiz, chunki bu tovarni, falon pulli tovarni sizga berib yuboramiz. Ya'ni muddatli to'lov asosida keyinchalik pulini bo'lib berishingiz uchun. Bu uchun biz sizdan ishonchnoma asosida pasportingizga registratsiya, pasportingizni o'zini olib qolmaymiz, просто registratsiya qilamiz. Qo'l qo'yadigan joyingiz bo'ladi, shunaqa narsa. Kelishingiz kerak, muddatli to'lovga olish uchun kelishingiz kerak. Do'konimizga kelishingiz kerak. Xo'p, $200 dan boshlanadi bu telefonlar. 11 yaxshi sostaniyasi $240 gacha, 200 dan $240 sotiladi. Oq har xil rassetlar, ya'ni ranglari har xil bor. Xotirasi 128 talik, 64 talik, har xil 256 talik ham bor. Xo'p, turli xil modellari, ya'ni eng pastdan boshlasak 12 Maximiz bor. Regionlari har xil. Elola, Koreya, Yevropa, Vyetnam. Bu region juda ham muhim narsa emas. Ishlashi, protsessori, batareykasi, umuman ekran hamma narsasi regionda ahamiyatga ega emas. Hammasi bir xil. Narxlarida farqi bor to'g'ri. Chunki Koreya sal arzonroq yuradi. Arzon degani sifatsiz degani emas. Biz buni sinovdan o'tkazganmiz. Endi sizga do'konimizdan ma'lum bir muddatga garantiya beriladi. Misol uchun $200 tovarga 1 oy. Misol uchun falon pulli tovar olyapsiz, unga 5 oygacha garantiya beramiz. Yangi telefon olsangiz, qanaqa garantiya shartlari bo'lsa, bizda ham o'shanaqa standartlar bo'yicha garantiya bor. Bemalol ishonishingiz mumkin. Ofitsial do'kondan sotib olyapsiz. Nomerlarimiz, pechatimiz, hamma narsamiz bor o'zimizning nomimizda. Bemalol ishonsanglar bo'ladi. Mabodo bozorga tushishga vaqtinglar bo'lmasa, pastda nomer bor, telefon qilinglar, Telegramda yozamiz, kelishamiz. Ma'qul kelsa chiqazib beramiz, yetkazib beramiz. Toshkent shahar, viloyat, butun O'zbekiston bo'yicha. Xo'p, 12 Max narxi $350 dan $420 bor. Xo'p, bosh to'lovi $150, $140, $180 orasida chiqadi. Bosh to'lov bilan muddatli to'lovga olsangiz bo'ladi. Bosh to'lovsiz iPhone'lar muddatli to'lovga chiqmaydi. Agar sizlarda uzun, endi bu bitta shart. Muddatli to'lovga chiqarishchi ko'plab turi bor, qaranglar. Hozir aytib o'tganim muddatli to'lov o'zimiz orqali chiqazamiz. Bunda bosh to'lov olinadi, pasportingizga registratsiya qilib beramiz, ortiqcha hech narsa so'ralmaydi. Bosh to'lovsiz ham olsangiz bo'ladi. Qachonki sizda ma'lum bir miqdorda plastigingizda ma'lum bir muddat davomida oylik pul aylangan bo'lsa, sizga limit chiqadi. O'sha limitingiz mana tovarni tan narxiga yetsa, sizga mana bosh to'lovsiz berib yubora olamiz. Siz uni uzum platformasiga muddat to'lab berasiz, biz uni uzumdan yechib olamiz o'zimiz, firmamiz orqali yechib olamiz. Shundagina uni qilsa bo'ladi. Sharti plastik bo'lishi kerak. Ili kelishingiz kerak baribir. O'sha uzun platformasini sizga mana bu tovarni beryaptimi? O'zini sharti, standarti bor. Ya'ni limit chiqqan inson, mana bu telefon tovarni olish xohlagan inson kelib o'zi registratsiya, FaceTime, turli xil shartlar bor. Shuni o'tish kerak, qilish kerak, registratsiya qilish kerak. Viloyatdan turib yoki shahar boshqa uyingizdan turib xullas muddatli to'lovga olish imkoni yo'q. Kelsangiz hal qilsa bo'ladi. Naqdga bo'lsa, dastavka yetkazib berish bor. Xo'p, mana 13 modelimiz. Xo'p, 2025, 24, 26 ga ham o'tsa kerak, xudo xolisi. Yillar mobaynida eng bu telefon orasida olishingizga arziydigani, stoyiti, ishlatishga yaxshi, qo'lingizda yaxshi turadi, turli xil vazifalarga yaxshi bo'lgan model. O'sha bu subyektiv fikr, shaxsiy fikr, 13 model deb o'ylayman. Chunki hop, batareykasi, kamerasi juda ham hozirgi yangi deb hisoblasa bo'ladi. Bu
Даже sizda 13 Max yoki 13 Pro bo'lsa, siz 16 Maxga, 16 Proga yoki 15 Proga o'tishingiz kerak emas, keragi yo'q degan. Siz bemalol ishlataverasiz. Buni narxi $350. Muddat to'ligiga chiqadi. iPhone modelini hammasi, ya'ni mana shu yerda to'lgan hammasi eng pasti 11 dan to 16 Max gacha muddat to'ligiga chiqazib beramiz. 13 mini modeli. Xo'p, buni narxi $280. Xotiralari har xil, xarakteristikalarini pastda nomer qoldiraman. Kimga mana shu qaysi model qiziqsa, kerak bo'lsa, qiziqsa, omoq olish ishtiyoqingiz bo'lsa, qiziqishingiz bo'lsa, telefon qiling, Telegramdan yozing, aloqadamiz 24 soat. Qo'ling. Bemalol bexijolat telefon qiling, ko'tarib javob beramiz. Tushuntiramiz, qanaqa ish bemalol so'rashingiz bo'ladi. Buni narxi $280. Bu 11imiz. Bu narxi $240. 128 talik, holati ideal. Korpuslarda chaqa-chuqa yo'q, ochilmagan, remont bo'lmagan, do'konimizdan 2 oy garantiyasi bor. Xo'p, bunga kelsanglar, umuman liboy telefonga kelsanglar, stiklo, chexol, bonus. Mana bu yerdan olib boshqa joyga chiqib zaryadka yoki boshqa narsa olishingiz emas. Do'konimizda hammasi bor, o'zimizda bor. Stiklo, chexol, zaryad hamma narsani o'zimiz qilib beramiz. Faqat kelsanglar bo'ldi. Dastavkaga ham bo'laveradi. Xo'p, 12 modeli. Bu ham zo'r model. Chunki qarang, bichimi qanaqa, korpusi 11 dan keyin, 11 Pro dan keyin bu bichim yangilik bo'lgan iPhone'da, ya'ni Apple'da yangilik bo'lgan. Haligacha shu stilda ishlab chiqariladi. Budjetning eng hozirgi yangi modeldagi korpusdagi eng arzon telefon 12. Ya'ni 11 aytib o'taman, 11 arzon, lekin 12 ni korpusida o'sha yangi 15, 16 larning korpusidagi eng arzon model 12. Даже bu 12 Pro qilgan ishi bu ham qila oladi. Bitta farqi 3 ta kamerali. Bu korpusida, prosessorda, batareya sig'imida, ekranida, dyumida hech narsa qanday farqi yo'q. Xo'p, buni narxi bozorda $250 dan $320 gacha sotiladi. Bizda bu narxi $260. Holatiga qarab, bu 12 Pro modeli. 12 Pro modeli. Bu ham zo'r, matviy, korpuslari matviy. Xo'p, bolalarga ham, qizlarga ham juda yoqadi. Bilsam bo'ladi. 3 ta kamerali, korpuslari juda zo'r. Buni narxi bozorda $350 gacha sotiladi. Buni narxi biz sizlarga $310 qilib beramiz. Muddat to'ligiga chiqadi hammasi ham. Bosh to'lovi har xil, muddat to'ligi hammasi chiqadi. 14 Pro. Buni narxi $540. Ochilmagan. Umuman o'z sizlarga yomon narsa tavsiya qilmaymiz. Ochilmagan remont bo'lgan, ochilgan remont bo'lgan bo'lsa aytiladi, sizga garantiya beriladi. Ochilgan bo'ladimi, ochilmagan bo'ladimi, bar garantiya beriladi. Sizga yomon narsani aldab yoki boshqa narsani tavsiya qilmaymiz. Hamma tovarlarimiz yaxshi, sifatli, garantiyasi bor. Xo'p, buni narxi $540. Bosh to'lovi $200 bilan muddat to'loviga chiqarib beramiz. 6 oy, 3 oy, 12 oygacha chiqarib beramiz. Sharti pasportingiz bo'lsa, bosh to'lovingiz bo'lsa, 18 yoshdan oshgan bo'lsangiz bo'ladi. Xo'p, kimda, mana kuzatib turibsiz, kimda mana shu tovar iPhone, Samsung, umuman o'zi liboy model siz olmoqchimisiz, telefon qiling, gaplashamiz, kelishamiz. Muammo bo'lmaydi. Xo'p, kuzatdinglar, podpisatsiya bo'linglar, obunamizga, kanalning rivoji uchun bu siz uchun umuman zarari yo'q. Ya'ni hozir siz bitta knopkani bosib obuna bo'ldingiz, bu biz yangi video chiqarsak sizga bilinadi, даже bitta qizil nuqta xolos, sizga bir bezovtagarchilik yoki sizdan hech narsa olinmaydi. Просто qizil nuqta bilan podpisatsiya bo'lgan xolos. Like bosing, bitta kommentariy yozing, o'zingiz nimadir, ichingizdan nimadir, kimlardir o'xshamadimi, kepkasi teshayib qolibdimi, yo nimadir, kommentariy yozing. Bu qanaqa videomiz ko'proq ko'rilishi uchun bizga kerak. Sizlarga ham kerak. Qanaqa kerak? Narxlarni bilasiz, bozorda kelib qimmat olib qo'ymaysiz. Hali bundan yog'iga videolar chiqadi, iPhone'ni qanaqa olish kerak, qanaqa tanlash kerak, qatni tekshirsa bo'ladi, nima qilish kerak, hammasi chiqariladi. Sizga foydali, zararli narsa yoki yomon narsa, mumkin emas bo'lgan narsani chiqarmaymiz, xavotir olmanglar. Yana aytib o'taman, Instagram, Telegram hammasi bor. Ular YouTube'ga to'g'ri kamroq video chiqadi, Instagramda, Telegramda har kuni post qo'yiladi. U yoqda xarakteristikasi, narxi, turli xil konkurslar bo'ladi. O'tinglar, qo'shilinglar, silkasi bor, nomerimiz bor. Xullas aloqaga chiqinglar, ko'rdinglar, просто o'tib ketmanglar. Salomat bo'linglar.